7. Bab. Qadirli qarindoshlar, bu va'dalarga erishgan ekanmiz, tanni va ruhni bulg'aydigan har qanday narsalardan yiroq turib, o'zimizni pok tutayli. Xudodan aymangan holda o'zimizni butunlay Xudoga atayli. Qalbinglardan bizga o'rin beringlar. Biz hech kimga nohaqlik qilmadik. Hech kimni e'tiqod yo'lidan ozdirmadik. Hech qachon o'zimizning manfaatiga cho'g' tatmadik. Men bu so'zlarni qilish orqali sizlarni tanqidlamoqchi emasman. Burun aytganimdek, qalbimizdan shundoq o'rin oldinglarki, biz sizlar bilan hayot mamatda birga bo'lamiz. Sizlarga ishonchim komil, ham sizlardan faxrlanaman. Eg'ir mushkulchiliklarda qolganda sizlar orqali tasalli tepib, cheksiz xushalliqqa cho'mgan edim. Makedoniya o'lkasi bo'lgandan keyin ko'nglimiz amin topmay, xilma-xil qiyinchiliklarga duch keldik. Sirtda jadal majra, ishimizda qo'rqinch bo'ldi. Lekin ruhiy tushganlarga tasalli beradigan Xudo Titusni yenimizga avatish orqali bizga tasalli berdi. Biz faqat uning kelishi bilanla emas, balki uning sizlardan olgan tasallisi bilanmi tasalli topdik. U sizlarning manga bo'lgan sig'inishinglarni, o'tkazgan savalinglarga, qilgan pushaymoninglarni va manga bo'lgan qizg'inliginglarni bizga aytganda xushalligim texmo oshdi. İlgirki xetimning sizlarga bir mezgil qayg'u ilib kelganligidan xabar topganimda pushaymon qilgan bo'lsammi, lekin hozir pushaymon qilmayman. Hozir xushalman. Sizlarni qayg'uga solganligimga emas, bu qayg'uning sizlarni to'g'ri qilishga ilib borganligiga xushalman. Chunki sizlarning bunda qayg'u chekishinglar Xudoning irodasi bo'yicha bo'ldi. Shunga aytalaymanki, biz sizlarni qayg'uga solgan bo'lsaqmi, uningdan hech qanday ziyon tatmadinglar. Chunki Xudoning irodasi bilan chekkan qayg'u kishini to'g'ri qildirib, uni qutqizilishga elib bordi. Bu xil to'g'ri qilish kishini pushaymon qildirmaydi. Lekin bu dunyoning halakchiligi uchun bo'lgan qayg'u bo'lsa, kishini to'g'ri qildirishga emas, balki o'limga elib bordi. Xudoning irodasi bilan chekkan ana shu qayg'ularning sizlarda qandoq yaxshi mevlarni berganligini o'ylanglar. Astoydillik bilan xatolig'inglarni tuzitib, o'zinglarni oqladinglar. Oranglardagi gunohkorning qilmishidan g'azablandinglar, hamda bu qilmishning davomlashishi bilan Xudoning jazosining sizlarga kelishidan qo'rqdinglar. Men bilan ko'rishishga intizor bo'ldinglar. Mening elchilik huquqimni hurmatlab, bana qizg'in bo'ldinglar. Gunohkorni jazolash orqali adolatparvarliginglarni ko'rsatdinglar. Mana bular orqali sizlarning bu ishda to'g'ri qilganliginglar aniq bo'ldi. O'tgan qitimli xatni yezishimdagi asosli maqsad kimning azor berganligi va kimning azor yeganligini bekitish uchun emas, balki sizlarning Xudo oldida biz uchun ne kadar qizg'in ekanliginglarni o'zinglarga bildirish uchun edi. Biz sizlarning shu qizg'inliginglardan tasalli topdik. Shuning bilan bir vaqtda Titusning xushalligini ko'rib, xushalligimiz texmo oshdi. Chunki sizlarning sababinglardan
uning ruhi ko'tarangi edi. Sizlarni uningga maqtab bergan edim. Sizlarmu meni yaga qartib qo'ymadinglar. Xuddi sizlarga o'rgatganlarimning hammasi rost bo'lganidek, sizlarni Titusga maqtab itqanlarimningmi rost ekanligi amaliyatinglar orqali isbotlanib chiqdi. Shunga Titus haminglarning uningga qanday itoatman bo'lganliginglarni, uni shuncha cho'ng ko'rib, hurmat bilan kutib olganliginglarni esliginida, uning sizlarga bo'lgan muhabbati texmo cho'nqirlashmoqda. Sizlarga har jihatdan ishonch qila olganligim uchun xushalman.